Assalomu alaykum qadrli obunachilar, inshaalloh mana Zarkentdagi obyektni bitirib oldik. Ko'cha taraflari va dastoykalariga montaj bo'lgan seliflar. Xo'p. Shu burchaklarga ahamiyat berib qo'yasizlar. Bakaylardan to'liq holatda aylangan. Xo'p, bu ko'cha taraf oqqa mokri kombinatsiya bo'lyapti. Darvozaning tepasida ozgina joyimiz. Darvoza yonida stoyka, suv chuyadigan qori. Naryoqda ham ozgina ishimiz qolyapti. Inshaalloh bugun finish. Ichkari taraflar. Chiroqdan turibdi. Bu yoqdan o'sha akfalar tepasi ham yopilib ketgan. Qora shipkalari. Xo'p, bu tarafda ham ozgina navesimiz bor. Az endi oyisi uchganda qayta qo'ygansan. Bu ham ideal holatda chiqdi. Uydagilarga ham o'ta ma'qul. Ustaning mahorati o'sha burchakda. Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Rahmat hammaga.